Assalomu alaykum tilla sevarlarim. Bugun sizlar bilan tilla bo'yicha ekspert Jahongir bilan yaqindan tanishamiz va ularga bir nechta qiziq savollarni bermoqchiman. Agar sizga tilla mavzusi qiziq bo'lsa, podkastimizni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum hammaga. Jahongir, avvalambor o'zingizni tanishtirishingizni juda ham xohlardim, sababi sizni birinchi marotaba ko'rayotganlar ham bo'lishi mumkin oramizda va Jahongir o'zi kim, necha yosh, oilaviy sharoiti qanaqa va bugungi kunda nimalarga erishgan, shu savollar qiziq bo'ladi. Avvalambor rahmat e'tiborlaringiz uchun. Ismim Jahongir. O'zim Uchko'prik tumanida tug'ilganman. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida tug'ilganman. 1995-yilda ziyoli oilasida tug'ilganman. Otam shifokor, onam o'qituvchilar. Akam va ikkita singlim bor. Hammamiz xudo xolisa oliygohlarda o'qidik, bitirdik. Men o'zimizni tumandagi 20-maktabda o'qiganman. Keyin Moliya institutiga kirganman. Moliya institutida o'qiganman. 14-18-yillarda o'qidim. Erta bitirdim. Keyin Qo'qondagi Hamkor bankga kirdim ishga. Iqtisodchi bo'lib bitirganman. Iqtisodchi bo'lib, kredit mutaxassisi bo'lib kirdim, ishladim. Yerda 2 yil ishladim. Keyin Imkon savdo markaziga menejer bo'lib o'tdim. Imkon savdo markazida Andijonda regionalniy marketing bo'yicha ishladik. O'sha yerda tajribalar orttirdik. Ustozlardan ish o'rgandik, ko'pchiliklarni shu yo'ldan yurdik. Ko'rib o'rgandik. Kimdir o'qitdi, kimdir koyib o'rgatdi, kimdir yaxshi gapirib o'rgatdi. Biz keyin 2021-yil oxirida 2020-yilda o'zi tillaga qiziqqanman, takliflar berganman rahbariyatga. Tilla bo'yicha o'sha taklif berganman. Yo'q, ular bizning sohamiz betovoy edi, imkonda ishlab yurganimizda. Men tilla bo'yicha berganmiz. Biz sohamiz masligi uchun ko'p unama bo'lmagan. Keyin o'zim qiziqish bo'ldi. 2021-yilda oxirida imkondan ishdan chiqib ketdim. Keyin Qo'qonda zargarlik shogirdga tushdim. Tohir aka zargar bor. Necha yosh edingiz o'shanda? Xo'p, 26 yosh edim. Hech narsa kechmasa, 26 yoshda noldan siz butunlay sizga begona bo'lgan kasbga o'rganasiz. Qani, e'tiborlisi shundaki, imkonda 70 ta bolani boshqarardim. 70 ta odamga, xodimga rahbar edim. Keldim, men zargarlikda o'rganyapman. Sekin ishdan chiqib keldim, o'sha qanchadir daromad olardim, u daromadlardan. Jahongir, shu joyda hozir bitta qo'shimcha qilib o'tib ketaman. Odamlarda ambitsiya bo'ladi, rahbarlik hammaga havas, ayniqsa sizni yoshingizdagi 26 yosh edim dedingiz. Mana shu 26 yosh yigitlarga rahbar lavozimi yoqadi, odamlarni boshqarish yoqadi. Nima shunchalik tillaga bo'lgan muhabbat shu qadar kuchli bo'lganmi? Hammasini tashlab zargarga shogird bo'lib borish uchun. Tilla bo'yicha emas, hamma moliyaviy erkinlikni xohlaydi, misol uchun. Nimaga aynan zargarlik, nimaga aynan tilla? Yo'q, u soha bo'sh edi-da. Qanday keldi xayolingizga? Qarang, onangiz o'qituvchi, otangiz shifokor, o'zingiz moliyani bitirgansiz va sohangiz shu kunga qadar butunlay boshqa soha bo'lgan. Qanday qilib, nimaga? Odam uxlayotganda bir tushiga kiradimi, nima bo'ladi? Shunaqa ayamlar tug'ilgan kunlar edi, misol uchun ayam tug'ilgan kunlariga tilla olish kerak bo'lib qoldi. Qiziq bo'lyapti menga. Tilla olish kerak bo'lib qoldi. Keyin internet qidiraman, endi men internet qidiraman, uni qidiraman, buni qidiraman. Bozorga chiqsam aldanib qolaman deyman. Tilani bilmayman-da, tilani ushlab ko'rmaganman-da. Misol uchun ayamga ushlagan bo'lishi mumkin, ayolimga shu tilani ko'rgan bo'lishi mumkin, lekin haligi mutaxassis emasman. Mutaxassis yo'q. Tilla bo'yicha mana tilla degan narsani hali bilmayman. Bo'ldi, xo'p deyapman-da, keyin qidiryapman. Namangan 3 tumanida Asilzor degan do'kon bor ekan deyapti, Telegramdan chiqyapti. Keyin boryapman-da, kirsam, nima yaxshi, muhit yaxshi, zo'r. O'qiyapman, kelyapti kallaga. Baribir kimdir qanaqadir ish qilishdan oldin, ya'ni siz moliyachi bo'lganingiz uchun buni perspektivasini ko'rgansiz. Shunaqa. Mana har qanday odam moliyaviy erkinlikni xohlaydi. Har qanday odam, misol uchun boshqarib turgan odam ko'proq pulni xohlaydi-da. Misol uchun qayerdadir o'sishni xohlaysiz. Siz o'smasangiz, sizdan keyingilar sizdan o'tib ketadi, misol uchun. Xuddi shunday biz kollej paytida direktorimiz bo'lardi, kollej direktori 28 yoshimda rahbar bo'lganman deganda, unga havas qilganman, yaxshi havas qilganman. Misol uchun, hali deganman-da, uje menga bitta maqsad kelgan. Bundan oldinroq men rahbar bo'laman.
100 tami, 120 tami xodim boshqarganman degan. Bo'ldi, xo'p deyapmanda. Keyin 26 yoshimda, 25 yoshimda уже Shahrixon filialiga boshliq bo'lyapman. 70 ta bola. 70 ta bolaga rahbar bo'lyapman. Alhamdulillah deyapmanda. Keyin o'shanda ayamlar tug'ilgan kunlariga boryapman, asazlardan tillarni olyapmanda, gaplashyapman. Keyin kelyapmanda. Kelib turib, naqd bitta ko'ryapman, naqdni natsanki yaxshi. Yaxshi. Endi bitta kredit bo'lgan, a? urasiz, o'zingiz hisob kitob qilasiz. Bitta mana misol uchun, mana telefon $1000 bo'lsa, $1100, $100 10% deb turib, foizga urasiz, sirazi. Siz moliyachisiz. Moliya sirazi urasiz. O'q deysizda, keyin shu oy, mana misol uchun yanvarda oxirida bo'lsa, yanvarda oxirida boryapman, fevralda boshida yig'ilish bo'ldi. Yig'ilishda gapiryapman, yo'q, mumkin emas bizga. Haligi bunaqa narsani hali ko'rib chiqmaymiz. Bo'ldi, xo'p debdi. Keyin ishlayapmiz. Bir narsa ichimga anaqa bo'lyapti-da, haligi shu narsa G'oya sizga tinchlik bermayapti. G'oya tinchlik bermayapti. Davay. Shu narsa. Keyin birinchi o'zim do'kon ochaman degan maqsad bo'ladi. Har bitta top menejer bor, oxiri yoki biznes bo'ladi. Biznesda haligi o'sish bo'lish kerak, libodan o'sish bo'lish kerak. O'sish bo'lmasa, keyin o'zi sekin ko'nglingiz to'xtaydi-da, boshqa ishda sekin poylab nima qidirib borasiz. Keyin u bo'lyapti, aytyapmiz. Keyin 21-yilda oxirida chiqib ketyapman. Uni arada bir oylik xizmatga borib kelyapman. Xizmat ham joy qiziq bo'lgan. Keyin kelyapman. Aka, pul bormi? Pul bor, ha, bor. Summasini keyin nima qilaman? Aytyapti, aka, ochaman do'kon. Nima? Sizga startoviy kapitalga ya'ni summa kerak, shunaqa. Aytib keting qancha? Bizga $20,000 deylik, $20,000. Tillaga yetarmikan u? Yo'q, tillaga yetmaydi-ku. Yetmagan, aytib beraman uni ham. Keyin biznesdan qasi aytyapman, aka deb, qaraver, qayerdandir ishlab topgan pulimiz-da bu deyapti, akam aytyapti. Ha, bo'ldi, xo'p. Keyin to'xta, ochilishlardi, misol uchun, o'zim 6 ta filial ochganman, imkonda yurib, filiallar borib. Tushunaman deng. Qanaqa ochish kerak, nima qilish kerak, tartibi qayerdan qayergacha bo'ladi. O'rganganman-da bu narsani. O'rganyapman, keyin o'zim do'kon ochaman deyapman. Hamma narsani joy-joyiga qo'yib, anaqa harakat qilib yuribman. Akam aytyapti, sen deyapti, hamma narsani bo'ldi, bag'ini bilar ekansan deyapti. Shu bu tarafini tartib qoidasini bilar ekansan, hujjatlarni bilar ekansan. Tillachi deyapti. Tilla bo'yicha yo bilmayman, bironta bir tilla purishda aytaman-da deb. Yo to'xta, sen bilmagan sohangni qanday sen anaqa qilasan, boshqarasan. Bor o'rganasan, bo'ldi. Keyin ayniqsa tilla nozik narsa. Nozik narsa, juda nozik narsa. Keyin kelyapman. Tohir akam oldiga kiryapman. Tohir akani tanimayman oldin. Aka, shogirdlik. Ya'ni ustozingiz, zargar ustozingiz. Ustozim. Shogirdlikka oling deyapman. Ayam bilan ikkalamiz-da. Demak, Tohir akaga shogird bo'lib kelishingizdan oldin siz biznes rejasini tuzib bo'lgansiz. Biznes rejani tuzib bo'lganman. Sizga tillani tushunish uchun kerak bo'lgan. Tushunish uchun tillani birinchimda ba'za kerak bo'lganda, ba'zaga sal olib kirish kerak bo'lgan. Bag'ini bilaman, hujjatini, nimalarini yaxshi bilaman. Keyin aytyapman, aka, shogirdga oling, yoshingiz katta bo'lib qolibdi-da. Polis kelarmikan, qandaydir bo'ladi. Voy, men so'ragan savol 26 yoshda. Keyin aytyapman, "Bo'l, aka, o'rgatavering. O'rganaveramiz." O'rganamiz. Doim o'quvchi pozitsiyasida bo'lish kerak-da odam. O'rganaman. Bo'ldi, boryapman, o'rganyapman. Aytyapti, yaxshi, misol uchun ko'p ko'rgan odam bilan, misol uchun yaxshi anaqa haligi o'zini ishini ustasi bo'lgan odam bilan ishda o'rgansangiz yaxshi-da baribir. U aytyapti, sir sanoatini, boshqasini boshqaryapti. Keyin xo'p, 22-yilda boshiga o'tyapmiz. 22-yilda boshida Uchko'prikda do'kon ochishni boshladim. Do'konni ochdim. Do'kon shu harakat qilib ochdik, boshqa qildik. Endi birinchi olganimda $8,400 tilla olganman. Juda kam. Do'kon shunga yarasha bo'lganmi, kichkina do'kon bo'lganmi? Do'kon yaxshi. Hozir yerda misol uchun 30-40 ming, 50 minglik yukam yetmaydi. 200 minglik yukam lekin siz boshlagansiz asosiysi. Kichkina nima doskacha bilan boshlaganman. Odamlar birinchi kiradi. Tillang qimmat. Tillang bo'lmabdi.
Tanlang, bu deydi Sadojon degan yonimda sherigim bor. U aytadi. Siqilib o'tirsam, diqqat bo'lib o'tirsam, uyga kelaman ayamlar. Ay, qo'y deyishadi ayamlar. Siqilma, bo'pti, xo'p, davay. Haligi marketinglarga chiqaman o'zim borib bozor qilaman, o'zim borib kompyuterni ham o'zim o'rgataman unga, mana qilasan, buni qilasan. Hamma narsaga haligi nimaga o'zim yugurasiz, boshqa qilasiz. Tillarni ham sal-pal tushunaman. Opni zo'r emasman. Misol uchun kimdir kelsa, birinchi kimdir u opani ismi esimda yo'q. Kesatani noto'g'ri urlab qo'yganman, tiqqanman. Uje nima bo'lmagan. Tillarni Probaga javob bermagan. probaga javob berishini bilmaganman. Kisataga tiqishda plyus minusga ulab qo'yib, teskari ulab qo'yganman. Korоче, qaynamagan. Bozorga olib kelyapman. O'sha birinchi yeganim shunda bo'lgan. Keyin ustozimga olib kelib, uka, tillarni bunday ko'rganingda, dedi. Ko'rganingda bunday qarab turib, bunday sarab solib qarash kerak tillarga. Misol uchun, tillarni ko'rursiz, bu ishlar bilan tillarni nimasini-chi, o'sha sifatini ham, probasini ham bor-ku. O'sha hozir shunaqa holatga kelib qolganmiz. 585 mi 750 probani o'zi farqi yo'q o'zi aslida. Bunday qaraganingizda. Ko'rinishdan, ha. Lekin yaxshilab qarasangiz ko'rib olasiz-da. O'sha narsani ko'rmadingmi, deyapti. Aka, qanday deyapman. Qanday qiynalaman-da, deyapti. Ko'rdingizmi? Hamma ishda tajriba kerak. Tajribada o'sha bitta ko'rganda, hozir ko'rib turibman, Niski proba bilan 585 probani aniq nimasini bilaman. Endi Alloh adashtirib qo'ymasa, lekin o'zim adashmayman. Ko'rsatyapman. Bo'ldi, xo'p. Bo'ldi. Davay deb. To'xta, sotam. Bo'ldi, aka, kechdim bundan deyapman-da. Nima sen bunaqasan? Bo'ldi, davay, aka, kechdim, bu narsani o'ylashga olamayman. Yo'q, aka, deyapti. Siz sovudingizmi shunda? Yo'q, sovmadim. Misol uchun o'shandan kechdim. Zarar bo'ldi, gap yo'q. Bo'ldi, ko'tarish kerak. Muammodan qutulay deyapsiz. Muammodan qutulay deyapman. Bo'ldi, problema ekan-a? Yo'q, u aytayapti, insofi bor-da, misol uchun kel deyapti. Bu 370 proba. Bu ham pul. Misol uchun o'shanda ochganimda 330 ming edi-da. 330 ming edi. 220 mingdan grammini sotganman o'shani. Necha gramm bo'lgan? 220 mingdan sotganman, 480 ming pul bo'lgan. Kattaroq 330 mingdan olganman, unga pul sanab berganman. 1 million oshiq pul bo'lgan. Misol uchun 500-600 ming yeganman-da. Misol uchun agar bilmasangiz, qorayib ketsa, bilmasangiz, bu tillamas ekan, tashab ketaverasiz, otib yuborasiz. Shuni otib bo'ldi, kechdim deyapman-da. Yo'q, to'xta, deyapti. Bu ham tilla. Probasi pastroq. Bu ham pul bo'ladi. Bo'ldi, xo'p. Keyin o'shanda bilganman, har doim bankka kelganimda ham har doim ustoz ekanman, hammalarni. Mendan oldin bir yil oldin kelgan odamni, aka, ishni o'rgat, manaqa. Etagiga yopishib yuraveraman-da, misol uchun, bu odamni ham borib turib, aka, o'rgat. Davay, o'rgat menga. Yonida yuraveraman. Misol uchun, qanaqa ish buyuradi, boshqa qiladi, yonida yurasiz, baribir anaqa qilasiz, harakat qilasiz. Xuddi o'shanda, aka, olib kelaman, u qilaman, bu qilaman. Keyin birinchi olganimda $8400 ga 202 grammmi 41 dollardan olganmiz-da. Shu o'rinda hozir bitta savol keldi. Bugungi kunda tillarni narxi nech bo'ldi? 585 haqida gaplashaylik. 585, 105, 110 dollar atrofida. Shu muddat ichida shu qadar oshib ketdi. Shunaqa. Bu yil juda bomba oshdi. 2025-yilda. 2026da ham oshadi deb o'ylayman. Keyin o'sha o'rganyapman, haligi narsalar olib kelyapman. Bir xil sifatsiz narsa olib qo'yapman. O'zimizni kichkina ishlab chiqarish sexlardan narsasini olib qo'yganman. Sotolmayapman-da, qiynalyapman-da. Keyin muddatli to'lovga ham beraman men. Muddatli to'lovga berib sekin tajriba oshgan sari sifat ishingizni tartibi ham oshadi. Misol uchun, olyap turgan mahsulotingiz sifati ham o'zgaradi-da. Misol uchun, tanlashni bilasiz, ko'rishni bilasiz, haligi ajratishni bilasiz, hammadan nima qilishni bilasiz. O'zingizdan tajribangizdan kelib chiqib qilaverasiz. Hamma narsani o'zimiz qilamiz. Keyin shu bo'lgan, ko'p xatolar bo'lgan, lekin ustozlar har doim to'g'ri yo'lini ko'rsatib olib chiqib ketishganda. Qarang, mana boshqa viloyatlarga nisbatan Qo'qonda bir ish qilish qiyin deyishadi. Aynan tilla sohasida, sizni yo'nalishingizda nima deb o'ylaysiz? Qo'qonda ishlash qiyinmi bu yo'nalishda yoki osonroqmi? Yo'q, hech qaysi o'zim o'ylashim bo'yicha hech qachon oson ish qilmaganman. O'qishga kirishim ham qiyin bo'lgan. Ishga kirishim ham, misol uchun, Hamkorbankka kirishim ham
9 oy anaqa bo'lgan ekan, stajyor bo'lgan ekanman. Haligi ishga buyrug'im chiqmay yurganman. Imkon kirganimda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Uje ish boshlaganimda ham shunaqa bo'lgan. Misol uchun biz hech qachon oson bo'lmaydi. Именно Qo'qonda lekin hamma tanish bilish, hamma bir-birini taniydi. Misol uchun Gavhar Ziyevani hamma taniydi Qo'qonda. Besayol taniydi misol uchun. Hamma bir-birini tanigani uchun nisbatan ish osonroq bitadi deb o'ylayman. Konkurensiyachi. Qo'qon kichkina joy, tillachilar juda ham ko'p Konkurensiya zo'r. va taniqli tillachilar juda ko'p. Juda ko'p. O'zingiz ham yaxshi. Mana o'zingiz aytyapsiz-ku, tanish bilishchilik, Qo'qon kichkina joy. Qo'qonda opa-ukachilik, aka-ukachilik degan narsa bor. Ya'ni masalan, siz bilan men opa-uka bo'lsam, sizni yuzingizdan o'tib boshqadan tilla olgani uyalamanda. Shunaqa. Bizda shunaqa narsa bor. Nafaqat tilla, boshqa sohalarda ham. Boshqa sohada ham. Agar biz aka-ukachiligimiz bo'lsa, biz uni yuzidan o'tib boshqa joyda ishimizni bitirganini imanamiz. Sababi aka-ukachiligimiz bor-ku degan narsa bor-da. Shu uchun men o'ylaymanki, har bitta tillachini o'zini atrofida yig'ib olgan klientlari, ya'ni o'sha aka-uka, opa-singillari bor va shunda qiynalmaysizmi demoqchiman. U aytyapman, siz ishni boshlaganingizda noldan boshlaysiz. Biz mana 5 yil ichida siz o'zingizga jamoa yig'dingizmi, ya'ni klientlarni yaxshi bazasini? Yig'dik. Hozir 5000 dan ortiq klientga xizmat ko'rsatganmiz. Nima deb o'ylaysiz? Qarang, ayol tillachi bilan erkak tillachini solishtiramiz hozir deylik. Jahongir tillachi va falonchixon opa tillachi. Kimga osonroq bo'ladi tillani sotish, targ'ib qilish? Ayol kishiga ham, erkak kishiga ham? O'zimning fikrimni aytaman. Erkak kishi ishlasa, fokusini pol ishga beradi. Ayol kishining fokusi bo'linadi. Nimalarga? Misol uchun oilasiga, boshqa menga sizni fikringiz nimaga qiziq? Endi siz erkak psixologiyasidan gapiryapsiz hozir. Boshqa ishlarga bo'linadi. Iloji yo'q, uni uy ishi bor, boshqasi bor. Erkak kishi faqat pul topish kerak deb o'ylayman. Misol uchun oilasiga ham vaqt o'tkazilishi kerak. Misol uchun ko'chaga chiqqanda erkak kishi o'zini ustida ishlashi bor-u, nisbatan ayol kishiga nisbatan menda o'zimcha o'ylayman, shunaqa tezroq, kuchliroq bo'ladi. O'zini ustida ishlashga ko'proq vaqti bo'ladi. Demak, ayolmi, erkakmi farqi yo'q. Ishiga ta'siri yo'q buni. Farqi yo'q. Tilla sohasida ishiga farqi. O'zi aslida, lekin men ayol kishi bo'lganimda balki tillachi bo'lmasdim. Balki. Da misol uchun. Lekin bu tillachi bo'lganimni anaqasi bu ham qandaydir majburiyatlar, qandaydir moliyaviy erkinlikka chiqishdi, yaxshi yo'lini deb bilganman, lekin juda oson bo'lmagan bu narsa. Hozirgi kunda mana 5 yillik tajribangiz bor ekan. 5 yil ichida nechta tochkangiz bor? Ya'ni Almas brendi asosida savdo do'konlaringiz. O'zi 5 ta do'kon ochdik. Bittasini yopdik. Bittasi Uchko'prikda, Farg'ona Uchko'prik tumanida, ikkinchisi Beshariqda ham bor. Uchinchisi Bog'dod tumanida, to'rtinchisi Oltiariqda. Keyin sotuv bo'limimiz ham bor, onlayn sotuv bo'limimiz ham bor. Bu bo'yicha bizni juda o'zimni juda uspешный deb o'zimni nima qilmoqchi emasman, lekin Xudo berdi. Yonimga ham misol uchun niyatimga yarasha odamlarni berdi. Niyatimga yarasha komanda qilib berdi. Shu komanda haqida savol bermoqchiman hozir Jahongir. Mana ko'p sohalarda, men hozir faqatgina tillachilar haqida gapirmoqchi emasman. Ko'p sohalarda, mana shaxsan menga ham ko'p yozishadi, jamoam eplolmayapman, xodimlarim meni qiynab borishyapti. Ya'ni liderlik, rahbarlik qanaqadir Xudo yuqtirmagan balki ularda. Balki o'qimagandir shu narsaga. Siz rahbar sifatida nima deb o'ylaysiz? Lider, rahbar tug'ma bo'ladimi yo bunga ham o'qib o'rganish kerakmi? Xodimlarni to'g'ri tanlash va to'g'ri boshqarish uchun. Liderlik bilan liderlik tug'ma bo'ladi deb o'ylayman. Misol uchun biz yoshlikdan boshqa endi biz o'zi bilinadi boshqaruvchi odamlar. Boshqaruvchi odam, tashkilotchi bo'lganmiz, boshqa bo'lganmiz, endi yoshlikdan-da misol. Lekin rahbarlik, keyin odam tanlab bilish, odam ishlatish, bu o'qishga o'qish kerak. O'qish kerak. Bu tajriba bilan bo'ladi. Misol uchun yoshligida lubo anaqani, misol uchun sinfda yaxshi aktiv bo'lgan odamni buni olib kelib biznesda qo'ya olmaysiz-da. Qo'ya olmaysiz. Bu chunki tajriba. Birinchi o'rinda tajriba kerak. Birinchi o'rinda liderlik kerak, ikkinchi o'rinda tajriba kerak. Sizda ham bo'lganmi muammo xodimlar bilan? Bo'lgan. Biz imkonda 2 yil ishlaganman rahbar bo'lib. 70 ta odam boshqarganman. Misol uchun potensialim. Hamma odam bir xil emas-ku. Potensialim misol uchun hamma odam bir xil, har xil odam ishlatganman debdi ham. Bir faqat ayollar o'zini ishlatmaganman, faqat erkaklar o'zini ishlatmaganman, faqat yoshlar o'zini ishlatmaganman. Misol uchun shu 20 yoshdan 45-50 yoshgacha bo'lgan odamlarni boshqarganman o'sha yerda. Yaxshi ustozlar o'rgatgan o'sha yerda ishni. Rahbarlikda ham o'rganganmiz biz.
Bu yerda nima qilish kerak, bu yerda nima qilish kerak. Demak, jamoasini eplolmayotgan rahbarlarga sizni tavsiyangiz o'qib o'rgansa bo'ladi. O'qib o'rgansa bo'ladi. O'qib o'rgansa qancha mentorlar bor, misol uchun. Yaxshi kurslar bor, o'shalarga qatnashish Men ham shu kerak. fikrda edim, hozir fikrimni tasdiqladi. Sababi o'zimga shu savol berilgani uchun ularga nimadir deb javob beray desam, men rahbar emasman, ya'ni men xodimlar boshqarmayman. Shuning uchun aniq bir javobim yo'q edi. Sizga mana hozir xodim boshqargan inson sifatida bu savolni berib, fikrimni tasdiqlatib oldim. Baribir qanaqadir ma'noda rahbarlikka o'qish kerak deb o'ylardim. O'qish kerak. Boshqaruv ham bir san'at. San'at. Bizga ham san'atkorlar ko'p o'rgatganda, ustozlar san'atkor bo'lishga. Rostdan shunaqa. Jahongir, mana shu 5 yil ichida eng qiyin tilla sohasida eng qiyin davr siz uchun qaysi davr bo'lgan? Shu 5 yilda birinchi ochganda bo'lgan. Ilk qadamlarda. Ilk qadam. Nima qiynagan sizni? Misol uchun kapitalni aytdim-ku hozir. Gap boshida, suhbatimiz boshida $20,000 dedida. Kapitalimiz misol uchun. Uni ham qanchadir qismi o'sha asosiyda ketgan. Remont bu ishlarga boshqa. O'sha muddatiy to'lovga chiqarganim hisobiga pulim tugagan. Keyin shu bizni moliyaviy savodxonligimizmi yoki Alloh bergan bir inoyatmi? Keyin Anvar akam bir Fanonda uka davay ishlaylik. Keyin to'xtab qolma. To'xtab qolasiz, misol uchun plyus tugagandan keyin to'g'ri mablag'ga taqaladi. Mablag'ni kelgandan keyin klientlar kiryapti, tovaringiz yo'qmi? Tovaringiz qani? Chiqarib yuborganman, kelish kerak-ku. To'xtamasdan yangilik qo'shishingiz kerak. U kelish kerak-ku. Misol uchun Anvar akam kelgan. Anvar akam, davay. Pul bor. Davay ishla. Davay, mana. Yuk tashlab bergan. U bilan keyin ishlab ungacha Fanon qimmat deb yurardim-da. Fanon qimmat. Miyamda Fanon qimmat. Fanon sotmasligim kerak, Turkiya sotishim kerak, o'zimiz ishlab chiqaruvchilardan nimalarni sotishim kerak derdim-da. Keyin Anvar akam, sotib ko'r, mayli. Uka, sotib ko'r. Boryapman, iltimos qilib oldiga boryapman. Uka, men sotib ko'r. Sotyapman. Misol uchun jalba kelmaydi-ku. Tovar sotganingizdan keyin jalba kelmaydi. Haligi maqtab sotganingizdan keyin o'sha keladi, to'g'ri aytgan ekansan. Uyalib qolmaysiz. Uyalib qolmaysiz-da. Uyalib qolmaganingizdan keyin shu deysizda, boshqacha narsa keladi. Hozir bugungi kunda ham turk tillosi bilan Fanonniki pulida farq qiladimi? Farq qiladi. Fanon qimmatroqmi? Yo'q, Turkiya qimmatroq. Turkiya qimmat. Fanon arzonroqmi? Fanonni sifati yuqori. Yo'q. Ko'p odam misol uchun Turkiyani dizayni boshqa bu deydi, lekin Fanon kirmaganlar aytadi bu narsa. Fanonda ham zo'r dizaynlar bor. Fanon kirsin. Ko'rsin, misol uchun yaxshi ishlaydi Fanon. O'zini ustida misol uchun u italyanskiy texnologiyada u. Italyan zavodi misol uchun o'zingiz bilasiz. Aslida shunaqa. Aslida shunaqa. O'sha texnologiyalar o'sha top kelgani uchun misol uchun har qanaqasiga Turkiyadan yaxshi deb o'ylayman. Endi bizda shunaqa fikr bor, chet elniki desa degan. Tilaj sifatida sizga maslahat beraman. Turkiyadan Fanonniki yaxshi. O'zimiz ishlab chiqaruvchilar yaxshi. Nafaqat Fanon, misol uchun keyin iqtisodiy jihatdan ham pulimiz tashqariga chiqib ketishini xohlamayman. Patriotman deng. Patriotman. Chunki o'zim mashina olsam ham o'zimiz mashinada olaman. Misol uchun hech inamarka boyib ketsangiz, juda ham boyib ketsangiz, mingiz kelmaydimi bir Porschelar, BMWlar? Erkak kishi misol uchun mashinaga nafaqat erkak kishi, masalan, men ham mashinani kasaliman, oddiy misol. Agar imkonim bo'lsa, men nima qanaqa bir chet elniki demayman, lekin olishim mumkin, O'zbekistonlikdan olishim mumkin-da. Bo'lishi mumkin shunaqa. Olishim mumkin, qachondir qaysidir qiymatga yetganda majbur bo'lmasa olmayman lekin. Shunaqa prinsiplar bor. Pulimni aylantirganim yaxshiroq deb o'ylayman. Ya'ni siz pont uchun mashina minishni xohlamaysiz. Shunaqa. Sizni ishingiz, xizmatingizni qilsa bo'ldi. Shunaqa bizga shunaqa endi o'rgatilgani hisobiga shunaqa nima bo'lib qolganmizmi? Bitta gap aytaymi sizga, никогда не говори никогда. Qachondir balki bu podkast sizga eslatib qo'yaman, qanaqadir yaxshiroq mashinada yurganingizda. Siz uchun boylik nimada? Biz uchun boylik keling, xolis aytaylik, shunchaki chiroyli so'z uchun, odamlar ko'rsa, voy yaxshi odam ekan bu, mana shunaqa dedi deyish uchun emas, qalbdan, yurakdan to'g'risini aytaylik, boylik nima siz uchun? Boylik kimdir yordam so'rab kelsa, misol uchun yelkangizni qisib turmaslikni xohlayman. Shunaqa darajada boy bo'lishni xohlayman. Любой odam imkoniyatingiz bo'lishini. O'zimnikimi, yaqinimmi, uzog'immi, klientimmi, kimdir kelib turib, shuning uchun xohlayman. Demak, siz uchun saxiylik bu boylik.
Chunki saxiylikni ham imkoni bor odam qiladi. Imkoningiz yo'q bo'lsa qilolmaysiz-ku. O'qiganman, savdogarlar ustoz kitobda o'qiganman. Siz yiqqaningiz emas, berganingiz sizga boylikda. Shunaqa deb o'ylayman. Misol uchun siz men o'zimni nima demoqchi emasman, lekin aytib turgan narsam kimnidir oldida ilojsiz bo'lib qolishni yomon ko'raman. O'shaning uchun harakat qilaman ko'proq pul topishga. Ilojsiz bo'lib qolishni yomon ko'raman. Lekin ilojsiz narsalar pul bilan bitmaydigan ishlar ham ko'p. To'g'ri. Tani sihatli bor, u sog'likni yoki yaqin qarindoshlarni u pul bilan sotib olib bo'lmaydi, misol uchun. Pul bilan bitmaydigan ishlar ham bor. Lekin pul bilan bitadigan ishlarda to'xtab qolishni xohlamayman. Qaysidir jiyanim kelib, amaki, misol uchun Xudo yetqizsin, $1 million bering, ish boshlamoqchiman. Yo o'rtoq yoki kimdir dada yoki tog'a kimdir kelib turib, mana shunaqa ish qilmoqchiman. Investor bo'lishni niyat qilar ekansiz. Man. O'zingizda investor bo'lganmi Jahongir ish boshlaganingizda? Investor akam bo'lishganda. Akangiz bo'lganlar, o'zingiz rodnoy akangiz, qo'llab-quvvatlagan birinchi investoringizlar. O'shanda aytgan. Hozir ham sohadamilar? Yo'q, doktorlar ular. Nima, biznesmen emaslar ular. Prosta pulni dasmoyani Startli kapital qilib bergan. Men uka eplasang eplading. Chunki biz 3-4 million savdo qilib savdo do'koniga kelgan odammiz. Misol uchun u pulni bunday ko'rib turib o'ylanib qoladigan darajada emas edi-da. Chunki o'zingizning pulingizga lekin o'ylanar ekansiz. Jahongir qarang, mana boya aytdingiz, tilla narxi o'tgan yil juda qattiq ko'tarildi. 26-yilda ham ko'tarilishini taxmin qilyapman deb aytdingiz. Taxminingiz bo'yicha necha pulgacha ko'tarilishi mumkin tilla? Va umuman olganda mana iqtisodchisiz, tilla nimani hisobiga oshadi? Nimani hisobiga shu qadar mana men kuzataman, o'zim juda ham baland risk skachoklar bo'lyapti. Bu nimani hisobiga, nimaga bog'liq bu? Bu hamma biladi, u urushlarga, keyin mana dollar kursiga nisbatan Amerikaning qanaqadir siyosatiga bog'liq bo'ladi. Misol uchun dunyoda notinchlik bo'lsa, o'sha bo'ldi, narx oshadi. Misol uchun doim aytaman, hamma dragotsenniy metallarga oshadimi shunday, faqat tillanikimi? Ko'proq tillaniki. Tilla deydi, himoya yostig'i deydi-da. Inflyatsiya yostig'i deydi. Misol uchun pulingizni inflyatsiyaga uchramasligi uchun tillaga olib qo'ying deydi. Mana men har doim aytaman, tilla zo'r kapital, zo'r kassa deb bilaman tillani. Sababi bu haqida ko'p gapiraman. Tillani sinig'i ham pul deyman, eskisi ham pul deyman. Hech qachon tilla musor bo'lmaydi, hech qachon. Mana bijuteriyani qimmatini olishimiz mumkin, taqqanimizdan keyin qachondir uni hech qachon sotolmaymiz, zerikkanimizda, lekin tillani taqmagan paytingizda ham yoki sindirib qo'ygan taqdiringizda ham u qachon olib borsangiz pul. Shuning uchun mana men sinadim, shuncha yildan buyon hali birorta bir tilladan ziyon qilgan odamni ko'rmadim. Shaxsan o'zim, masalan, bitta summada tilla olsam, qachondir zerikib alishtirmoqchi bo'lsam, uni ustiga pul berib alishtiraman deb borsam ham, men zararda bo'lmayman. Shunaqa. Hech yo'qdir, olgan narximda sotgan bo'laman, lom hisobida sotsam ham. Chunki tilla oshib bo'lgan bo'ladi. To'ppa-to'g'ri, mana 2022-yilda do'konimni ochgan bo'lsam, fevralda olganman-da tillani. Fevralda olganman. 8000 qanchalik? $8000 $8400 narsani olganman. Do'konimni ochganimgacha $1000 foyda qilganman. Oshib bo'lgan. U 10 kunda nima qilganman? Foydadaman aka deyapman-da, akamga borib, aka foydadaman. Qanday foydadasan? Men foydadaman. Qanday foydadasan? Men shunaqa edi, grammi shuncha edi. Men bunaqa bo'ldi, ko'tarildi. O'zim ham tushunmayapman, nima bo'lyapti? Haligi nima tillani unaqa natsenga qo'yib, bunaqa qilib, bunday to'laga sotsang bo'ladi, bu degan narsani bu yog'ini hisobiga olmagan ekanman men. O'zini oshsin. Keyin deb foydada deyapman. Uje unaqa katta narsa deb o'ylaganman-da. Keyin ana bizda ko'p odam muddatli to'lovga oladi. 10 millionlik narsani oladi. 10 millionlik 1 milliondan to'lash kerak bo'lsa, misol uchun to'la bo'lgandan keyin telefoningizni mana to'layapsiz. $1000 telefon. To'la bo'ldingiz, rasochkaga oldingiz misol uchun. Rasochkaga oldingiz, uni keyingi yili $500 ga sotasiz. Yo $600-700 ga sotasiz, rasa bo'lsa, misol uchun. Lekin tillani $1000 ga hali ustamasi bilan qo'shib olganingizda $1000 bo'lgan narsa borib 1 yildan keyin sotaman, siz $1200 ga sotaverasiz-da. Xuddi shunaqa bo'lyapti. Oxirgi payt ayniqsa. Pulingiz yig'iladi va oshadi. Sizga u deyishingiz mumkin, qimmat bo'lishi mumkin deyish mumkin, lekin bu xato. Mana sizga mutaxassis sifatida savol, ayollar ko'pincha tilla olgani borganda nimaga aldanishadi? Nimaga adashishadi? Mana siz nima degan bo'lardingiz ularga maslahat sifatida? Nima, qanaqa tanlash kerak tillani adashmaslik uchun? Men har doim aytaman. Mana proba rostdan to'g'ri qo'yiladimi yo probada ham aldovlar bo'ladimi? Probada hozir oxirgi paytlarda probada aldovlar ko'rmayapman. Kamdan kam ko'ryapman. Lekin eski tilla olishida
Qo'qonni bilasiz-ku. Qo'qonda men ko'p eshitdim, eski tillarni olib, polirovka qilib yangi deb sotishar ekan. Yo'q, unaqa narsa juda kamayib ketdi, lekin mana eski tillar, rossiyskiy tillar deydi. Rossiya tillasi 30 yildan beri kirmayapti. 583 proba. Ha, 583 proba. Rossiya tillasi kirmayapti 30 yildan beri. Masalan, Kirayotgan men bo'lsa ham qarang, juda menga qimmat. rangi yoqmaydi shu tillarni. Yo'q, sizga buni misol uchun Mana nima qizil tillar dedingiz? bilan sariq tillarni o'rtasida solishtiradigan bo'lsam, menga aynan o'sha qizil rang beradigan ottyenkali tillar menga yoqmaydi. Menga sariq tillar yoqadi. Ha, o'zi dunyoda hammaga sariq tillar yoqadi, lekin o'zimizdagi ayollar, eski ayollarimiz misol uchun Rossiya tili deydi. Ana Chunki o'sha ular qizil, baquvvat deb o'ylaydi-da. ha, o'ylaydi, O'ylaydi. lekin unaqa emas. Unaqa emas. Chunki 30 yillik narsani o'zingiz o'ylang, 30 yil oldin kimdir qanaqadir mashina bilan yurgan bo'lsa, hozir erkaklar tasavvur qilmaydi. To'g'ri. Tasavvur qilmaydi. Misol uchun 10 yil oldingi mashinani minishni xohlamaysiz siz. Xuddi o'shanda erkaklar u narsani, lekin ayollar mulk tilla emas. Mulk tilla ko'zsiz narsa, mulk tilla bo'ladi. Tillarchilar ko'proq endi anaqaroq savol bu. Aldashadimi va nimada aldashadi? Balki sizni tajribangizda bo'lmagan bo'lsa ham eshitgan bo'lishingiz mumkin. Aldovlar bo'ladi, biz bilamiz-ku buni. Yo'q, sotib olyapti turganda ko'proq aldanadi ayollar. Misol uchun tillachilar shunaqa deb. Endi men ko'zim bilan ko'rganlarim, boshqalarim yo'q hisob. Misol uchun kimgadir mana bu odam deb aytolmayman, lekin shunaqa narsa bo'ladiki, ko'ziga ko'p chiqarib yuborish. Misol uchun olib keldi, qaysidir buyumni olib keldi, mana olib keldi. Ha, lomga olib turganda bu. Ha, lomga olib turganda. Uchu 23lik misol uchun uzay desa, unga chiqib ketsa 23 chiqib ket 0.23 chiqib ketishi mumkin misol uchun. Lekin yarim misol uchun Ha, ko'ziga chiqib ketdi deb yolg'on gapirishadi. shunaqa deb chiqarib yuborishadi. Tusmonlar misol uchun ko'rsatmasdan chiqarib yuboradi. Yo, unaqa emas o'zi aslida. U ko'zini qoqtirish kerak. Ko'zini qoqtirib sotish kerak. Keyin olib turganda ham bu ko'z bu nima bo'ladi, ko'zi bor narsa yaxshi bo'ladi degan narsalar ko'p-da. Endi men hech qachon endi yangi tillapurush bo'lganim uchun, yangi tilla sohasiga kirganim uchun, yangi odam bo'lganim uchun men ko'zsiz narsani ustozlarim ham misol uchun Anvar akam ham, Tohir akam ham misol uchun ko'zsiz narsa deydi. O'zimizni misol uchun Shaxsan o'zim ko'zsiz olib toqaman, sababi ko'zga chiqib ketadi degan fikr bor va ko'z bo'lsa u brilliant bo'lishi kerak men uchun. Shunaqa, ko'z bo'lganda brilliant bo'lganda ham toza brilliant bo'lishi kerak. Askolka brilliant olib qo'ymasligingiz kerak. U mayda. Shu joyda bitta savol. Investitsiya qilgani, ya'ni pulni kassa qilgani, tilla olib qo'ygan yaxshimi yoki brilliantmi? Tilla olib qo'ygan yaxshi. Demak, sotganda brilliant narxi baribir tushadi, tillanki unaqa tushmaydi, to'g'rimi? Mana sizga bitta keys har qanday misol uchun fanon do'konidan olsangiz tillani 1 yil ichida 80% ga oladi sizdan qaytarib. Ha, ularda shunaqa uslubi bormi? Brilliantni. Ha. Brilliantni misol uchun sizga kafolatlaydi, sizga sertifikat berganda kafolat beradi, 80% ga oladi. Misol uchun 10 millionlik, 100 millionlik narsa oldingiz, 100 millionlik narsani oldingiz, brilliant arzon bo'lmaydi, karatli narsa bo'ladi. U olganingizdan keyin o'sha qaytarib olib borsangiz 80 millionga oladi. 80 millionga oladi. Misol uchun uni qiymati bor, buzilishi bor, boshqasi bor, lekin o'sha narsani butun olib borsangiz 80 millionga oladi. Lekin bozordan olsangiz, misol uchun Yerevan deydi, Bakinskiy deydi, u narsa teng yarmiga 50% ga aylanib ketadi. Tushunyapsizmi? Karatlarga nimalar chiqqan, chet eldan kirib kelgan nimalar 50% ga tashlaydi. Qaytib sotib olishdi. Даже ko'zi brilliant bo'lsa ham hisoblanmaydi ko'p joyda. Tushunmaydigan odam bo'lsangiz qiynalasiz. O'shaning uchun aniq konkret tavsiya beramiz. Aniq konkret yaxshi do'kondan, chiroyli do'kondan yoki bironta aniq belgilangan joydan, ko'chmaydigan joydan olganlar yaxshi. O'zbekiston tillasini olgan yaxshi. Mana onlayn savdoda ham hozir ko'payib ketdi tillachilar. Men o'zim tasavvur qila olmayman onlayn tilla xarid qilishni. Endi chunki men ishonmayman, to'g'risi. Boya aytyapsiz, mana ishonchli joydan olish kerak deb. Onlayn bo'lgandan keyin men uni ko'rmagan bo'lsam, qanaqa keladi degan qo'rquvlarim bo'ladi va men kabilar ham juda ko'p bo'lsa kerak. Sizni fikringiz qanaqa? Onlayn ishonsa bo'ladimi? Tilla xarid qilsa bo'ladimi? Mana o'zingizda ham bor ekan shu qilashadiki. Bizda tartib bunaqa onlayn do'konimiz. Onlayn do'konimiz tillani olasiz, tekshirtirasiz. Misol uchun o'zingiz ko'rasiz, amin bo'lasiz tillarligiga. Sizga razmeriga tushganiga amin bo'lasiz. Misol uchun qo'lingizdagi narsani siz rasmni ko'rgan narsangizni jo'natganimizni tasdiqlaysiz, keyin pul to'laysiz. Sizni aldash mumkin-ku shunaqada. Noinsof mijoz bo'lsa, masalan, almashtirib qo'yish mumkin yoki noto'g'ri keldi deb yolg'on gapirish mumkin. Pochtadan shartnomamiz bor. Pochtada hal qiladi. O'zini yashab turgan punktida pochta punkti bor. O'sha punktga boradi-da,
tekshirtiradi o'sha yerda o'zini odamini olib boradi kimnidir misol uchun Gavhar ya'ni Ziyoyevani o'zini pochtadan tillachisi olib bor ketmasdan ha Gavhar Ziyoyev misol uchun tillachisi bor o'zini Hmm. yoki ko'rganda Tushundim. o'sha Demak, narsa pochtadan olib chiqib ketmagan holda u javobini aytish kerak sizga. biz chunki raqobat qo'mitasidan boshqadan hamma joydan ro'yxatdan o'tganmiz konkret litsenziyalarimiz bor biz o'zimizdan o'zimiz OLXdagi sotiladigan mashinaga o'xshab zakalab tashlab turing chiqarib olamiz degan narsa yo'q bizda konkret shartnoma bo'yicha bular Demak, ishonib Shartnoma. olsa bo'ladi, Ha. sizdaqa tayinli bo'lsa agar. tayinli bo'lsa bo'ladi Hmm. bizni haligi 50 ming zakalab tashlab oling bo'ldi band qilib qo'yaman Demak, brend bo'lgan, nomi chiqqan joydan olgan Shunaqa. ishonarliroq, a? Juda yaxshi. Xo'p, qarang, mana ko'pchilik hozir tillada pul ko'p ekan degan fikrga ham borishi mumkin. O'zingizni mana podkastingizda gapirib turgan gaplaringizdan ma'lum. Aytyapsiz, turgan joyda ham narx oshadi, boshqa deb. Endi kimlardir xayoliga kelib qolishi mumkin va kelgan ham bundan oldin tilla biznesini qilsam, zo'r bo'lib ketaman degan fikrlar bo'lgan va bo'ladi ham. Yangi ish boshlamoqchi bo'lgan odamga shu tilla biznesini qilaymikan degan bir fikr bildirib turgan tomoshabinga nima degan bo'lardingiz? aytdim birinchi ustoz o'rganish kerak bitta borib turib ishni o'rganish kerak sразу kirmasin maslahat qilsin kelsin mana misol uchun bizga telefon qilsin yoki kelsin Yordam qo'lini cho'zasizmi? yordam qo'lini cho'zamiz Konkurentga qaraganda qaramaysizmi? ilmda ikkita anaqasi borda farzi borda birinchisi o'zida qo'llashingiz kerak ikkinchisi ulashingiz kerak o'rgatishingiz kerak o'shani berishimiz kerak bizga ham xuddi shunaqa degan ustozlarimiz Zo'r. o'rgatishdan qochmaslik kerak xuddi o'shanda borib so'raverish kerak misol uchun bu men o'rgatmasa siz o'rgatishingiz mumkin keyin yana boshqa nimalar o'rgatishi mumkinda sizga haligi hech kim hamma yomon degani emas odamlar yaxshi misol uchun unaqa yomon odam men ko'rmaganman misol uchun kamdan kam ko'raman To'g'ri. Qarang, mana odamlar Turkiyadan onlayn zakaz qilishadi. Men o'zim tanishlarim ko'p shunaqa qiladi. Hozir Instagramda rivojlanib ketdi. Palonchi tillachi, pistonchi diamond, pistonchi gold deganlar ko'payib ketgan va shularga zakaz berishadi. Shular ishonarlimi, nima deb o'ylaysiz? 100% ularga ishonib tilla zakaz qilsa bo'ladimi tanimagan odamiga? Prosta Instagramda ko'rib. yo tanimagan odamga Aldanishi mumkinmi? tanimagan odamga misol uchun o'zimiz misol bitta Spark olganman Spark olaman deganman telefon qilyapman bo'ldi 50 dollar tashlayveryapman o'zimda bo'lgan narsa u odam yo'q topolmayapti Baxtli saodatli bo'lib ketdi, 50 dollaringiz olib. mayli u prosta xuddi shunaqa bo'lgan telegramdan ko'rib yo boshqa emas aniq konkret nimasi bor narsani ko'rib olish kerak bizdan so'rasin litsenziyalaring bormi kim bilan shartnomangiz bor pochta bilan shartnomangiz bormi biz aytyapman ko'rganda keyin pul sanaydi bir so'm zakalardan tashlamaydi bizga kerak emas zakalar O'zlari sistemalar ham bor ekan. o'zimiz sistema shartnomamiz bor o'sha bo'yicha Zo'r. konkret odam bilan nima qilsa bu yaxshi ko'rib qo'li bilan ushlab to'lagani yaxshi Yaxshi, qo'shilaman bu fikrlaringizga. Jahongir, endi bu yog'iga ozgina ayollarga yoqadigan va erkaklarga balki yoqmaydigan savollarga o'tishim kerak, chunki ko'pchilik aynan shu joyini kutadi. Sababi o'zim ham ayol kishiman va menga sizni javoblaringiz qiziq. Erkak kishi ayol kishiga tilla olib berishi kerakmi yo shart emasmikin? Ko'pchilik nima kerak sanga shu tillani deydi-ku, shunga sizni fikringiz menga qiziq. Tillachi sifatida javob bermang menga. Biznes egasi sifatida javob bermang. Erkak sifatida javob bering. endi tilla olib berib tillani olib borib ayoliga bergan odam u emotsiyani ko'radi misol uchun erkak kishini bezagi moshinadir puldir qanaqa keng hovlidir ayol kishini bezagi tilla misol uchun tilla berganda u investitsiya bo'ladi erkaklarga biz meni maslahatim u pulga investitsiya nazarda ko'rish kerakda ham 3 ta anaqada u bitta o'q bilan ikkita quyonni urish ham ayolni xursand qiladi ham kelajakka investitsiya tikadi ham o'zi ham qutuladi misol uchun lekin tilla olib berish yaxshi zo'r narsa deyman pul kuymaydi misol uchun kimdir har xil narsa olib berishi mumkin lekin men o'zim o'ylashim bo'yicha men o'zim oldin ham tilla olib berganman tillachi bo'lmasimdan oldin ham tilla olib berganman xuddi o'shanda tilla sohasiga kirib kelganman misol uchun ayamlarga ayolimga olib beraman deb turib ko'rib turib keyin oshgan Endi qarang, mana tillachi emassiz hozir. Yana bitta savol tug'ildi shu o'rinda. Erkak kishi ko'pincha o'zi bilmaydi deb o'ylayman-da, ularga aytish kerak deb o'ylayman-da. Masalan, hamma erkak ham o'zi bilib tilla ko'tarib olib bormaydi-yu ayoliga. Kimlardir ayollari so'raydi, menga olib bering shuni deb aytadi. Lekin balki bordir o'zi bilib olib boradiganlar. Men bilmayman, lekin siz erkak sifatida nima deysiz? Ayollar aytish kerakmi, shuni olib bering menga deb? albatta aytish kerak
albatta aytish kerak. Chunki erkak kishini xayoliga kelmasligi mumkin-da bu narsa. Ayollar ham qanday shuni ko'rganda yo'q sira aytish kerak emas. Misol uchun ko'rib o'rganib, mana ko'rish kerak. Ma'qul narsa bo'lsa, bunaqa tushuntirib bera olsa, eriga misol uchun shu narsa foydaliligini, manfaatliligini, unga yoqishliligini ko'rsatib bera olsa, misol uchun arzimagan pul yoki baribir boshqa choyxonaga ham, boshqaga ham sarflayapti Aslida. pullar. Misol uchun bu pullar qandaydir fondga, boshqaga ketyapti. U ketadi, ana u pul. U tilla olsangiz qoladi o'sha pul. To'g'ri. Shu narsani keltirib bera olsa, Olib beradi deng. olib beradi. Yana bitta savol qarayman. Tajribangiz bor 5 yil davomida baribir qachondir savdoda o'zingiz ham bo'lasiz. Bu narsani chidasiz. Ko'proq tilla oladigan xaridorlar ayollarmi yo erkaklarmi? Mayli ayoli olib kelgan bo'lsa ham erkagini, baribir pul sanaydigan odam kelib ayollarmi yoki erkaklarmi? Yo'q, pul sanaydigan odamlar, misol uchun ko'proq ayollar. Ayollarmi? Bizni emotsiyachi bundayda haligi bu tillachi birlamchi ehtiyoj emasda. Ikkilamchi ehtiyoj ham emas o'zi aslida. Prosta ehtiyoj. Ko'rganda emotsiya xolos. Aslida. Emotsiya lekin birlamchi ehtiyojdan oldinga o'tib ketadi ayollarda. Tushunasizmi? Emotsiya birlamchi ehtiyojdan oldinga o'tib ketadi. Qorningiz och, lekin tilla olsam deydi. Shunaqa Anaqada dopamin bo'ladi, sizlar bilmaysizlar-da mana. Shunaqa narsa bor-da. Shunaqa narsa bor, lekin bitta o'zimni tajribamdan kelib chiqib, ismlarini aytmayman. Opa keldi, tilla oladi, tez yopadi-da. Opa qayerdan olasiz buncha pul desam, erimdan dedi. Ha bo'ldi, hop. Oldi, oxiri 2022 ochgan bo'lsam, 1 yil davomida tilla olib yurdi. Men VIP klientimdan xursand bo'ldim, uni ko'rsam xursand bo'laveraman. Keladi, tilla sotaman, foyda qilaman. Opa bitta sotdi. Hamma shart nimasi bitta hisob kitob qildik, to'lagan pullar 110 million pul bo'ldi. Tillasini bitta sotdik, 138 millionmi, 141 millionmi shunaqa pul bo'ldi. 165 million pul bo'ldi. Shuni borib jentrani olib berdi. Xo'jayiniga. Konkret bo'lgan narsa. O'zini investitsiyasi-deng. Ha, prosta akam pul to'lab yurdi. Opani ko'rsam xursand bo'laman. Undan foyda qilaman-ku, chunki kelsa foyda qilaman. Xuddi shu narsani shu jentra olib berishdi. Opam kosmetolog edi. Kosmetolog. Opa shuncha pul topasizmi desam, yo'q, yerimni olaman. O'zidan olib o'ziga yedirib yubordi opam. Ha dedim, qo'y qolish kerak edim, qo'y qoldik. Boshqa endi o'zim o'ylashim bo'yicha yaxshi narsa. Tilla olish yaxshi narsa. O'zingiz ham olib berib turasizmi? Ayolingizga tilla, onangizga tilla. Olamlar, ayollarim, misol ayolim. Ayollarim dedingiz Yo'q, hozir. ayolim. Ayolim. Adashgan til to'g'ri so'zlamaydimi? Jahongir bugun to'g'risini aytish deganman. Bugun to'g'risini aytaman, ayolim bor. Bir ayolim xolos. Agar shu intervyudan keyin uyga kirmasa aytib qo'ying. Ayamlarim, ayolim ham aytishadi, ekanlari. Shu tillalar hammasi bizniki. Aslida. Biz shu tillalar bizniki. Unaqa nima deydi? Bo'zchi belboqqa olchi emas edi-yu. Misol uchun unaqa nima emas, misol uchun osh povur odam ovqat ko'p yurmaydi. Misol uchun. Ular ham qiziqavermaydi. Qiziqavermaydi. Chunki taqqilari kelsa xohlagan paytlarda olishlari mumkin. Xohlagan paytda xohlagan narsani sovg'a qila olaman. Sovg'a qilaman. So'rasa bo'ldi. Misol uchun bugun tadbirim bor desa, tadbiriga bor. Chunki do'konimni ochib turganimda hammalar tillalarni yechib, sotib, eplab, ishni qilib. Boshlanishida deydi. Ishni qilib. Rahmat ularga shunchalik. Shunaqa akam ayoli ham, o'zim ayolim ham, ayamlar ham, misol uchun singlim ham, opam ham, misol uchun tillalarni berib, ishing yurib ketsa, bo'ldi. Assortimenting bo'lsin deb. Assortimenting bo'lsin deb berishgan, misol uchun kara qilib olishdi hammalar. Olishdimi? Shuni so'ramoqchi edim. Kara qilib olingan, prosta oilaviy jihatdan yaxshi poddeshka bo'lgan. Zo'r. Poddeshka bo'lgan. O'shaning uchun men juda o'zimni uspeshni juda omadli emasman. Zo'r joyda tug'ilib qolganman, zo'r oilada tug'ilib qolganman, misol uchun, juda puldor oila bo'lmasa, hamjihatlik bor ekan. Zo'r oilada tug'ilib qolganman, keyin zo'r joyga, muhitga ishga kirib qolganman, zo'r shogird bo'lib qolganman, ishga kirib qolganman, misol uchun zo'r ustozga shogird bo'lib ishga kirganman, zo'r ustozlar oldida yurganman. Nimaga shunaqa bo'lgan deb o'ylaysiz? Xudoni aytgani bo'lganda. O'zingizga ham bog'liq aslida Jahongir, insonda o'ziga ham bog'liq bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni muhitni tanlash, unga qarab harakat qilish. Mana aytyapsiz-ku, odam o'rganuvchi bo'lish kerak. Pozitsiyangiz doim o'rganuvchi ekansiz. Shunaqa. Har kimdan nimadir bitta bo'lsa ham nimadir olaman deb harakat qilib yurar ekansiz. Mana shu narsani sezdim va bu har bitta insonda bo'lishi kerak bo'lgan holat aslida. Misol uchun Arshaka Sevda ham o'qiganmiz. Ko'p narsani ko'p odamlar aytadi-da, endi hali unaqa
moda emas edi nimada, Alisher akada o'qish va boshqa. Endi hozir rivojlanib ketdi unaqa rivojlanib narsalar. ketdi. O'sha paytda kelsam, hamma aytardi, o'zimiz o'rgatib ko'ramiz deydi. Yo'q, sen o'rgatolmaysan. Misol uchun, mana suhbatda bo'lib turgan 100 ta gapdan bitta gap, kerakli gap bo'ladi. Misol uchun, ketyapmiz. Qayerdadir shunisi kerak bo'lib qoladi. Qayerdadir boru, shu qanchadir rasxod qilgandirsiz, qanchadir sarflagandirsiz shu Joyi bilimga. keladi, ha. 100 ta bilim olgan bo'lsangiz, bittasi sizni shu 100 tani qoplab ketadi. Bitta bilimingiz. Misol uchun, xuddi shu narsa o'rganish kerak. Hech kimdan tortinmaslik kerak. Mendan kichkinami, kattami, mendan boymi, kambag'almi, bitta gap gapirsa eshitib turaman. Aytsa, bo'ldi. Sirazi. Ko'chirmachilik zo'r eplayman-da, misol uchun. Manfaatli tarafiga. Manfaatli tarafiga. Juda yaxshi. Erkak kishining darajasi ayoliga olib bergan tillasi bilan o'lchanadimi degan savolimiz bor ekan. Shunga nima deysiz? Erkak kishining darajasi. Bu savolga bir narsa deyishim qiyin. Qiyin savol, to'g'ri. Juda qiyin. Erkak kishining darajasi bu bilan o'lchanmaydi. Misol uchun, erkak kishining darajasi, misol uchun, oilasiga, nafaqat oilasiga, misol uchun, nafaqat ayoliga, oilasiga mehribonligi bilan, Mas'uliyati bilan, qanday tortishi bilan, misol uchun, to'xtamagan erkakda darajasi yuqori bo'laveradi. Men yaqinda bitta narsa o'qidim, To'xtab qolsa yomon. Ayollar Instagramda o'zini tillalarini, brilliantlarini maqtanishadi-yu, ko'pincha mana qo'yishadi, istoriyalarda ko'ramiz. Aslida ayollar o'sha taqinchog'ini maqtanmas ekan. O'sha taqinchog'ini olib bergan erkagini maqtangisi kelar ekan. Uni o'zini ko'rsatmagani bilan ham, meni shunaqa erkalatadigan, menga shunaqa narsalarni olib beradiganim bor deb maqtangisi kelar ekan. Qarang-da psixologiyani. Siz aytganingizdek, o'sha emotsiyani maqtanar ekan. U buyum ikkinchi daraja ekan aslida, lekin emotsiya birinchi darajada bo'lar ekan. O'sha xursandchiligidan men shunga munosibman, men shu sovg'aga loyiqman va menga shunaqa sovg'alarni beradiganim bor deb maqtanar ekan. Gullar bilan ham xuddi shu holat aslida. Shunaqa haligi shetiga maqol bor. Qornimga emas, ko'nglimga deydi. Xuddi shunaqa. Qadriga. Xuddi shunaqa. Juda xursand qiladigan narsa o'sha, aytyapman, birlamchi ehtiyoj emas tilla. Lekin birlamchi ehtiyojdan muhim. $1 million topish oltin biznesida realnimi? Siz iqtisodchisiz, o'shaning sizga katta summalardan gapiryapman. O'zimni miyamga hozir bu summa siqqan yo'q lekin. Albatta, realni. Realnimi? Realni. Nima qilsa bo'ladi? Unga qancha filiali bo'lishi kerak? Qayerda bo'lishi kerak filiallar? U biznes modeliga bog'liq. Biznes modeliga bog'liq. Qanaqa ish qilishiga bog'liq. Misol uchun, lokatsiya. Juda ko'p faktorlari bor. Lekin qilsa bo'ladi. Realni. Masalan, $41 edi. Biz boshlaganmiz $39 edi. $41 Turkiyaga olgan bo'lsak, misol uchun 39, hozir $120. Qarang. 120, 3 barobar oshdi. O'shanda misol uchun 3 yil oldingi yo 4 yil oldingi $300,000 pul bo'lganda, hozir misol uchun $1 million pul bo'lardi. Bo'lardi aslida. Bo'lardi. Hozirgi kunda qancha оборот qilasiz? Masalan, bir oyda bitta filialingiz haqida gaplashaylik. Misol uchun где-то bir hop 200,000. Bu aylanadigan. Yo, yillik оборотimizni aytaman. Misol uchun, yillik оборотimiz $1,5 million borib qoladi. Bu оборот. Bundan foydasi-chi? Biz foydani Aytish joiz deb bilsangiz noldan boshlaganmiz. Shu оборотimiz yig'ilgani shu biz foydamiz. Bu shu foyda. Ya'ni o'zidan chiqarib, o'zini оборотni kuchi, hamma savdogar shunaqa bo'lsa kerak-a, menimcha. Qaysi savdogarni bilay, o'zidan foydani olib qolgisi kelmaydi-da, shu оборотini kuchaytirar ekan, filialni ko'paytirar ekan, nimadir yana know-how upgrade'lar qilar ekan, bu menimcha hamma savdogarga tekkan kasal bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shunaqa. Sizlar uchun pul bu instrument ekan, shu narsani bildimmi? Pul bu biznesda naqasida, qonida. Qon oqmasa, hech narsa asos ishlamaydi. To'g'ri. Yetarli qon bo'lishi kerak. Qarang, 5 yildan keyin mana shu tilla biznesini, tilla bozorini qanaqa tasavvur qilasiz? Nima o'zgarishlar bo'ladi deb o'ylaysiz? Hammasi qonun. Mana 5 yil oldin qilgansiz, bugungi tochkadasiz, ya'ni Adam Bgacha hozir keldingiz va yana 5 yildan keyin qanaqa holat bo'ladi deb o'ylaysiz? Hammasi qonunlashadi. Sof nimaga o'tadi? Softdan anaqiga o'tadi. Misol uchun, hamma joy ochiqlik bo'ladi. Odamlar tushunadi 5 yildan keyin. O'zimiz tillalar yaxshiligini, chet eldan importda, misol uchun, import emas, eksport qilishga o'tamiz. Hozir eksportimiz yo'qmi? Eksportimiz bor, zo'r. Prosta xomashyo sifatida, misol uchun, silka sifatida ko'proq sotishimiz mumkin. Lekin mana ishlab chiqaryapti turgan hozirgi mahsulotlar ham, misol uchun, O'rta Osiyoda eng katta zavod O'rta Osiyoda
fan u. U o'sha eksportni ko'p qiladi. Misol uchun qolgan ishlab chiqaruvchilar bor-ku. Mayda ishlab chiqaruvchilar bor. Misol uchun o'zimiz ham yaqinda Iroqda bo'ldimi? Yaqinda summit bo'ldi. O'sha bo'yicha ham misol uchun $120 million shartnoma qilib keldik deyapti eksport bo'yicha. Endi o'zi o'ylang, bu narsa 5 yildan keyin qancha bo'ladi? Eksport kuchayib ketsa, bizni ichki bozorimizga narxlar oshishi, shunaqa narsalar ko'zda tutilmaydimi masalan? Bo'lishi mumkin-ku, masalan, chetga sotganim yaxshiroq ekan deb o'zimiz ichki bozorda ham narxlari ko'tarilib. Yo'q, u klassi boshqa bo'ladi. Lekin aniq aytaman, o'zimiz bozor ham raqobat kuchayyapti. Hech qanaqasiga marja ko'tarilmaydi endi undan buyog'iga. Marja tushadi. Misol uchun tillarni asl narxida sekin-sekin hamma biladi, hamma narx qiladi, marja tushadi. Lekin hammasi qonuniy bo'ladi. Mana tillachilarga maslahatim 5 yil oldingi qonunsuz tadbirkorlar hozir qonuniylashgan. 100% bo'lmasa ham misol uchun endi 5 yildan keyin menimcha 100% ga aylanadi. Sekin-sekin etap-metap olib chiqishyapti. Hozir tilla biznesida noqonuniy ishlagandan qonuniy ishlagan vyigidniyroq. Misol uchun soliqdan qochgandan ko'ra soliq to'lab ishlagan vali nimaroqda foydaliroq. Chunki u qanaqa jarimalashi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Arzimagan summa chiqadi prezidentimiz qarori. Qanaqa holatlarda jarimalanadi? Misol uchun sotyapti turganda chek bermasligi mumkin. Misol uchun kassa apparat. Ya'ni agar tillachi deylik, o'zi shunchaki kiyim-kechak olgan Turkiyaga borib, o'zi bilan tilla olib kelib, kimgadir u tillani sotsa, u noqonuniy ish qilib turgan bo'lar ekan. Shunaqa. Chek bermaydi-ku. Noqonuniy bo'ladi. Bunaqalar juda Humo belgisi bu endi ko'p aytyapman, hammasi qonuniylashadi. Shu juda ko'p deganlaringiz, a? Demak, agar xaridorlarni ichida yomonlik qilaman degani shu narsa bilan yomonlik qilsa bo'lar ekan-a? Endi bu narsani yomonlik qilishga Mana o'zi rizo bo'lib olsa hech narsa emas-ku, to'g'rimi? O'zi rozi bo'lib olyapti sizdan. Yo'q, ikkita narsada, bitta narsa borki, siz to'g'ri deb bilgan narsa, men to'g'ri deb bilgan narsam to'g'ri bo'lmasligi mumkin, mezon bo'yicha. Qonun mezoni. Qonun bo'yicha noto'g'ri bo'lishi mumkin. Qonunda ham misol uchun bitta siz bilan meni fikrim bo'yicha chiqilmaganda bu. Qonunda ishlab chiqarish nimalari bor. O'sha qonun bo'yicha yuritilgan yaxshi. Demak, meni fikrim 5 yildan keyin mana shunaqa mayda-chuyda tillachilar saralanadi va o'sha siz aytgandek litsenziyasi bor, hamma yog'i hujjatli bo'lgan tillachilar qoladi deb o'ylayman. Tilla topqisi kelgan, lekin umuman imkoniyati yo'q insonlarni taniyman Jahongir hayotimda. Rosa ham xohlashadi, lekin muddatli to'lovga ham olishga imkoniyati yo'q aslida. Chunki uni to'lash kerak olgandan keyin. Mana shunaqa insonlarga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Umuman tillasi yo'q va tillaga puli yo'q, lekin xohishi bor. Birinchi o'rinda yaxshi niyat qilish kerak. Yaxshi niyatda gap ko'p. Avvalo xudodan so'rash kerak. Ikkinchisi avvalo niyat to'g'ri qilib ishni boshlash kerak. Mana qarang, hozir 1 gram tilla siz aytyapsiz, 100 qancha so'mda aytaylik shuni? 1 million 300 ming, 1 million 300 ming 1 gram tilla. Hozir 1 million 300 mingni yo'q odamlar bor. Qanaqa qilib o'sha 1 gramda bo'lsa ham olishni boshlashi mumkin? Niyat uchun birinchi qadam tashlanadi. Niyatim to'g'ri bo'lgandan keyin qadam boshlashim kerak. Shu 100 ming 200 ming qilib yig'ib turib, tillaga deb yig'ish kerak. Tillaga deb yig'ish kerak. Asli tillaga deb yiqqandan keyin sekin yig'ilib u pul bo'ladi. Bizda ham shunaqa bo'lardiki, aytyapman, haligi opamiz chiqdi-da, mayli dedi. Misol uchun 100 mingni o'talmadi-da, yaxshi muomala qilganim uchun 100 mingni o'talmadi-da, bo'ldi-ku, olaman dedi. Prosta 2 oydan keyin beraman pulni. Haligi u labirint qilyaptiki, chiqib ketmaslik, anaqa ujmen tub ket. Bo'ldi, xo'p opa. Savdo yo'q. Bo'ldi, xo'p opa, olavering. Olyapti-da, to'lab turib, tillam qancha deb tashlayapti-da oldimga. Olib kelib turib tashlayapti o'sha. Bunday ko'ryapman-da, opa, tillangiz bunchaga oshibdi. Olgangiz buncha edi. Hozir bunchaga olsangiz bo'ladi. Desam, o'q deyapti. Tilla olishni boshlayapti, ko'paytirib va 110 millionlik tilla olgan, misol uchun menga 110 million to'lagan, 165 millionga chiqqan. Misol uchun o'sha tillani sotganda, pulni bo'shatganda 165 millionga. Tejentran puli bo'lgan. Xuddi o'shanda u birinchi qadam boshlasa, misol uchun majburlanib boshlanadimi, misol uchun ko'ngilda to'g'ri qilib, bitta ko'raychi degan narsa. Bitta proba qilib ko'rsinlar. Mayli, men bunaqa qiling demoqchi emasman. Mendan olam boshqadan farqi yo'q. Proba qilib ko'rsinlar, ola foyda qilsinlar, keyin ko'radi. Misol uchun shu gapini to'g'ri, shu gap noto'g'ri demasdan prosta proba qilib ko'rsinlar. Meni ham fikrim shunaqa, 1 gramlab bo'lsa ham yig'ib, o'sha kichkina bo'lsa ham gramlab yig'ib turib, bitta olib kelib turib, alishtirib, kattaroq gramga almashtirib ham tillalarni ko'paytirsa bo'ladi. Shunaqa, u tilla chaqirgandan keyin o'sha grammini qo'shaverish kerak. Eng asosiysi boshlash. Gramni ko'paytirish kerak. Zo'r.
Raqobatchilar bilan munosabatingiz yaxshiligini shu podkast davomida bildim gaplaringizdan, ya'ni ko'p tillachilar tilga olib o'tib ketdingiz, ular bilan munosabatingiz yaxshi deb o'ylayman. Bu savolni berishim menimcha noo'rin, lekin ish jarayonida sizda shunaqa holatlar ham bo'lganmi? Hasadgo'ylar, hasad qilganlar uchraganmi? Hasadgo'y, hasad qilganlar, misol uchun. Atrofingizdagilardan. Endi kimdir siz tortib keladi. Kimdir sizga foyda beradi. Misol uchun siz mendan qandaydir yordamimga muhtojsiz. Tilla anaqa chaqiradi baribir. Siz meni yordamimga muhtojsiz, men sizga yordam beraman. Mendan o'tib ketsangiz, menga qandaydir anaqa bo'ladi. Anov bo'ladi, misol uchun. Hasad paydo bo'ladi. Sekin o'sha narsani to'g'rilab olish kerak-da, bos. O'zingizda bo'lganmi shunaqa holat? Siz boshqalarga hasad qilganmisiz? Men boshqalarga, misol uchun, o'zim hammani ustoz bilganim uchun bironta bir odam bilan raqobatlashdim, nima qilmaganman, lekin raqobatlashganman. Har doim ham, misol uchun, sinfimda raqobatlashganman, institutimda, ishxonamda. Savoldan qochyapsiz, hasad qilganmisiz? Hasad qilmaganman, to'g'risi havas qilganman. Misol uchun, bitta ambitsiyani qo'yganman. Bitta yaxshi narsani mo'ljal qilganman. Plandim, shundan o'tib ketaman. Aytyapman, kollejda o'qib yurganimda, misol uchun, domlam 28 yoshimda men rahbar bo'ldim degan. Xudo men yaxshi niyat o'q deyapman, yaxshi niyat qilyapman-da, 25 yoshimda beryapti. 26 yoshimda beryapti. Misol uchun, yolg'on gapirib o'zimni nima qilsam, bu yerda noto'g'ri gap darrov yuzaga chiqadi-yu. Xuddi shunday yaxshi niyat qilish kerak, hasad qilmaganman. Xo'p, sizga eng katta orzungiz nima? Menda hech orzuyim deb bir narsani aytolmayman, lekin meni aniq maqsadlarim bor, aniq rejalarim bor. Chunki men matematikman, aniq hisob-kitob qilaman. Shu oyda shuncha pul topsam, shuncha nima qilaman. Hali kelmagan pullarimgacha daj rejam bor. Ikkinchi savolim. Xo'p. Jahongir qanaqa darajaga yetsa bo'ldi, yetarli menga deb to'xtaydi? Hech qachon. Chunki biz planka yo'q. Maqsadlar bor, rejalar bor. Bu, misol uchun, bitirishim mumkin. Bu tillar bo'yicha qandaydir boshqa bo'lishi, O'zbekistonda nomer 1 bo'lishi mumkin. General bo'lishni orzu qilmagan askar emas. Misol uchun, nomer 1 tillachi bo'lmoqchiman. Inshaalloh bo'lay. Undan keyin ham baribir to'xtamayman-da. Misol uchun, keyin jahonga ketaveradi. Hayotda hamma narsa bo'ladi. Agar bugun hamma narsani, Alloh saqlasin, yo'qotib qo'ysangiz, yana noldan boshlashga kuchingiz, quvvatingiz, jur'atingiz yetadimi? Har doim noldan boshlaganman. Ya'ni siz shunaqa holatlarga doim tayyorsiz. Doim tayyorman. Yaqinlarim olib qo'ymasa bo'ldi. Yaqinlarim bo'lsa bo'ldi. Har doim noldan boshlashga tayyorman. Sizni muvaffaqiyatli qilgan narsa omadmi, mehnatmi? Omadga kamdan kam ishonaman. Misol uchun, omadim kelgan bo'lishi mumkin, o'qitlarda omadim kelgan bo'lishi mumkin, lekin o'zim o'rgatganda, misol uchun, omad ham kelgan, lekin o'rganmasangiz u narsa o'tmaydi-ku. Baribir mehnat qilish kerak, kechalari uxlamaslik kerak. Misol uchun, qaysidir holatda uxlamay, qaysidir holatda anaqa qilib, harakat qilib, misol uchun, o'zimga bog'liq bo'lmagan ishlarni ham qilganman-da, misol uchun, o'sha balki omadim kelganda o'zimga bog'liq bo'lgan ishni cho'tka qilib qo'ysam, misol uchun, omadim kelib ishim bo'lishi mumkin. Lekin o'zimga bog'liq bo'lmagan ishlarni ham qilganman-da. O'zim ish paytim bo'lmagan paytlarda ham ishlaganman, misol. Men shu gapingizga 100% qo'shilaman, men ham shu fikrdaman. Mehnat, keyin tagi rohat. Yo, endi odamlar aytadi, Jahongir, kimdir agar mehnat bilan bo'lganda, eshagan boy bo'lardi degan fikrlar ham bor, lekin men o'zim qo'shilmayman o fikrga. Men baribir mehnat deb bilaman. Endi menga siz fikringiz qiziq. Rostdan ham mana mehnat deyapsiz. Mehnat qilmasdan boyigan odamlar ham bor-ku, ko'rganmisiz bunaqalar? Shunaqa, lekin ular jismoniy mehnat bilan emas, hammasi. Jismoniy mehnat bilan emas, tashqi aqliy mehnat bilan, strategiyalar bilan. Misol uchun, lekin baribir mehnat. Agar yaxshi ustozda, yaxshi sherikda topsangiz, bu yarim davlat. Yaxshi niyatingiz yarim davlatingiz. Keyin qolgani mehnatingizga bog'liq baribir. Misol uchun, ko'p pul bo'lib turib, tajribangiz bo'lmasa, yaxshi muhitingiz bo'lmasa, u yeydi. Yemaydi, u narsa rivojlanmaydi. Yaxshi jamoangiz bo'lsa, yaxshi niyatingiz bo'lsa, yaxshi ustozingiz bo'lsa, yaxshi yo'lboshchingiz bo'lsa, misol uchun, pul birinchi o'rinda emas-da. Birinchi o'rinda o'sha siz o'rgangan bilimlaringiz, sizni niyatlaringiz, hammasi. O'sha niyatni qilib, niyatni olma-pish og'zimga tish deb o'tiraversangiz ham bo'lmaydi-ku. Harakat qilish kerak deb o'ylayman. Hech qachon shunday
yetishmaydi hech narsa. Mening o'ylashim bo'yicha unaqa o'zidan o'zi bo'lib ketmaydi. Oxirgi savolim bor sizga. Umringiz uzoq bo'lsin. Lekin qachondir Jahongir bu dunyoda yo'q bo'lganda uni qanaqa inson sifatida xotirlashlarini, eslashlarini xohlaysiz? Yo'q deyishni bilmaydigan odam. Hech kimga yomonlik qilmagan. Yo'q deyishni bilmaydigan odam deb bilishlarini xohlayman. Qachondir kimdir kelib turib Jahongir bilan ishim bitmagan degan narsani xohlashni xohlamayman. Hozirgi pozitsiyasiz shunaqami yo shunga intilyapsizmi? Shunga intilyapman. Hali unaqa emassiz? Hali unaqa emasman. Lekin imkonim boricha kimgadir nima qilishga harakat qilaman. O'sha bakar kelishiga, misol uchun qaysidir ishini, boshqasini yordam qilishga harakat qilaman. Kimdir kelib turib ana meni shaxsan taniydigan odamlar, insonlar yaqinimda yurganlar, misol uchun kimdir kelib turib maslahat so'ragan bo'lsa, yo'q deb tortmayman o'zim. Keyin gaplashaylik demayman. Mana 100% biladi, hamma biladi, yaqinlarim biladi. Kimdir kelib turib maslahat so'ragan bo'lsa, imkonim bo'lsa maslahatim berganman. Kimdir so'ragan bo'lsa, imkonim bo'lsa pulni bergan. Imkonim bo'lsa yo'q. O'sha masalani xohlayman, o'sha narsani xohlaymanki, shu inson yo'q demasdi. Yaxshi inson edi, yo'q demasdi. Misol uchun har doim yordam qilardi degan narsani xohlayman. Hammamizga shunaqa bo'lish nasib etsin. Amin. Menimcha bugungi podkastimizda biz yangi Jahongirni o'zimiz uchun kashf etdik. Agar sizda qanaqadir savol bo'lsa, bemalol kommentariyalarga yozishingiz mumkin. Like bosishni va albatta Jahongirni YouTube kanaliga obuna bo'lishni ham unutmang, chunki oldinda yana qiziqarli, chiroyli videolar bo'ladi. Avvalambor e'tibor uchun rahmat. Hammaga sog'lik, salomatlik tilayman. Yaxor sizga ham rahmat. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling.